Assalomu alaykum azizlar, qadrdonlar, aziz obunachilar. Yaxshimisizlar? Sog'liginglar yaxshimi? Oilalar tinchmi? Saodatxon qizi kanaliga xush kelibsizlar. Mana bugun yana bir rolik tayyorlaydik. Orqa hovliga o'tdim. Mana bu gullarni qaranglar. Ko'karganini. 9-aprel kuni suv keldi. Bizda suv yo'q edi. Naryoqdagi oldi hovlimizdagi o'zi chiqqan gullarga yomg'ir sabab yomg'ir bilan chiqib ketdi. Bu yerdagilar ham avval ekilgan gullar mana. Rosa baraqlab o'sib yotibdi yomg'ir tufayli shunchalik. O'sib mana xrizantemalar qurib yotganida. Mana bular manzara gullar. Salqin bo'ladigan. Mana bu uzumlar, shaftoli. Mana bular hammasi xrizantemalar. Mana qaranglar, baraqlab ketganini qaranglar xrizantemalarda. Mana bu gulim Ali. Nomi esimdan chiqib qoldi. O'sha gulim. Mana bo'yi shunchalik bo'ldi. Tepaga yetay deb. Xrizantemalar. Har xilidan. Bu yoqda mana gullarni qaranglar. Buni biz Husni Yusuf deymiz bu gullarni. Mana bu atirgul, miniatyr gul. Bir yil ekdim buni. Mana bu Husni Yusuf bular har xil svetda ochilib yotibdi. Mana bu yoqda hammasi mana Husni Yusuflar. Sizlar gvozdika deysizlarmi? Yo sizlarda ham shunaqa ataladimi? Mana pushti, qizil, har xil. Mana xrizantemalar. Orqasida gullar mana. Bu miniatyr gul shuncha baland bo'ldi. Bularni doim ko'rasizlar. Orqa hovlimga ekkanman. Mana. Mana bu yerda mana bu miniatyr gul. Koreyskiy. Bo'yi shuncha mana. Shuncha bo'ldi bo'yi. Baland bo'lib. Bu yonboshlarida mana yana Husni Yusuflar. Biz yoshligimizda shunaqa gul bo'lar edi. Uyimizda ekar edik. Qo'shnimiz topib kelib ekkan ekan. O'sha yoshlik paytimda. Men yaxshi ko'rib olib chiqib ekkan edim. Nomi nima deb so'rasam, qo'shnim aytgan, qo'shnimiz. Husni Yusuf buni nomi degan edi. Endi u mahalliy nomimi bilmadim. O'zi qanday ataladi? Yo'q, bilmadim, shunaqa degan edi. Men shu bo'yicha Husni Yusuf deb atayman. Mana oqlari ham bor. Bunaqa har xilligi bor. Mana xrizantemalar. Yana bu yoqda mana och qizili, mana bu to'q pishdi. Mana och pishdi. Har xil. Shunaqa.
polностью shu gullardan ekib olganman bu yerga. Haligi nima gulim ham bor edi. O'tam bosib ketibdi. Yaqinda o'tagan edik. Juda ko'p o't bosadi biz uyimizda. Avval mol qo'y boqqan paytimizda adirdan o't olib kelardik. Shunda urug'lari tushib qolgan. Hech yo'qolmaydi. Mana buni qaranglar, rosa ham boshqacha. Mana bunisi yana boshqacha. Mana bunisi yana boshqacha. Qaranglar. Mana har xil svetda. Qolgan xilsini deyman. Shunday qilib mana bir chiroyli bo'lib qoldi gulzorim. Mana bu miniatyur gulni yaqinda olib keldim. Ko'chaga chiqsam bir tanishim shu gul, endi gulga qiziqqanlar gulchilar bilan tanish bo'ladi-da. Sotayotgan ekan. Bu sariq rangligida ochilib tugabdi mana. Ochilib tugabdi. Sariq rangida olib kelganida ochildi. Mana bunisi oq rangli edi, mana kichkina bu. Kichkinasini berdi. Mana shuna qilib. Mana uni nomini endi topdim, drop. Nomlari esimdan chiqib qoladigan bo'lib qoldi. Bu sariq gullaydi, endi hozir rosa ko'karyapti. Endi sekin gullasa kerak. Bultur sariq gullagan edi. Ali nima? Veselый rебята ham bor edi. Chiqmabdi bu yil. Kartoshkalari qolgan edi. Chiqmabdi, bilmayman. Naryoqlarga chiqqan ama. Ko'cha narigi taraf, oldi tarafimizga. Yana bir qator o'taydigan bo'pti bu gulzorda. Mana bu atirgullarim mana. Unchalab. Mana ochilib. Mana. Unchalab. Mana. Jiranlarim. Gullarim. Mana bu g'unchalar, mana. G'unchalab yotibdi. Mana bu ham gullar. Ochilyapti. Narigi betda ham atirgul g'unchalayapti. Mana bu keranlarim. Endi qirqish kerak ularni. Mana bu petoniyalar. Mana petoniyalar. Полностью petoniya bular. Mana bu ham petoniya. Mana bu beyor gullarim. Shunaqa. Bismillahirrohmanirrohim. Mana bu haligi bugeviliya. Mana kafestrolesni balki bular Mariana nima? Ashigul. Bu ham festrolesni nimasidan? Galant. Galant deydi mana oqidan. Mana bu yerda mana gullarim. Endi chiqibdi sekkan gullarim. Mana bu gul hayralarni putab qo'ydim. G'ovlab ketgan ekan. Putab yengillatib qo'ydim, mana g'unchalab yotibdi. Mana g'unchalab yotibdi.
ochilgani bo'lsa bo'ldi-da endi deb. Bular mana bu yoqqa suv chiqaydida, manaqa quruqshab ketadi. Kechqurun, kechki payt endi ertaman kech paytda sug'oraman. Anaqa motorda sug'oraman. Mana bular ochilyapti, sabachka gullarim. Mana bu yog'i qora qizil, bu yog'i och qizil. Shunaqa. Mana ular ham juda chiroyli ochiladi. Yer gullar bular. Mana bu Masha gvozdika bo'lsa kerak, bilmayman buni nima ekan. Mana shunaqa. Shu gullarim. Anarim qaranglar, rosa gulladi. Bu tal 2 dona qildi. Bir anchagina qildi. Mana bu haliga izgirit deydimi? Izgiritlar mana. Mana bu estrolesni anaqa dekorativniy. Mana bu mana devorga o'xshab ketadigan, salqinlatadigan gul bor-ku. Men Xonobodda har bir nimasida so'rilarni ustiga tushirgan ekan. Shu yerda yaxshi ko'rgan edim. Mana shu orqa ko'rinmasin deb shunaqa devor qilib qo'yganman. Bular eskirit. Shunaqa. Mana bu estrelesni bitta eksam, bitta bu yog'iga qizil bo'lgildan, bitta bu yog'i yonboshiga ekkan, bekilib qolibdi. Bu yerda ham mana bunchalayapti. Bu ana bundan. Haligi Husni Yusuf manusi. Hali ochilmadi mana. Ko'rinyaptimi? Ko'rinyaptimi? Mana bunchalagan narsa. Mana estrelesni yoshi. Bitta undan, bitta bundan qilib ekkan edimda. Ana bu yoqda pushtisi bilan mana qizil bilan pushti. Manaqa. Mana bular. Mana yo'layman nima. Shu nomlari esimdan chiqib qoladi. Ana. Shunaqa. Endi bu gullar mana bu kalanxoyi ochilib o'tibdi. Bu gullarim geranu, kalanxoyi aralash. Mana bunaqa gul. Mana bunchalayapti. Mana bunchalab ochiladi endi. Mana bular. Mana buni qaranglar. Ko'rinadimi sizlarga? Bilmadim. Ko'rinyaptimi? Mana. Nimasi? Asir. Mana qo'limda ushlab ko'rsataman. Mana tomirlaganini qaranglar. Baklarini o'zib suvga shunaqa solib qo'ygan edim. Mana qaranglar. Tomirlagan. Mana. Mana. Tomirlarni qaranglar shunaqa. Uzilib ketganlarni tashlab yuborgim kelmay. Mana mashi ham bakidan butun chiqarib mana. Ko'payapti shunaqa. Mana bu tepada osilgan gullarim tepaga ilib qo'yganman. Bunaqa osilib turadi. Mana bu ham shu osilgan gulim. Bulardan rosa ko'p edi. Ko'p edi bular.
berib yubordim. Sovg'aga berib yubordim. Mana. Endi mana bu gullarim. Podstavkadagi. Mana bu kaktus, bu geran, mana kaktusdan. Mana bari yangi o'stirganlarim bular. Mana bular. Shunaqa. Mana endi eshikka chiqib ketyapman. Bu eshik yonida devor chekkasiga ekkan sabachka gulim. Mana bu yana bir boshqacha gul. Shu. Mayda turpoq tosh ekan edi. Lopatalarni ham olishmabdi. Hozir salqinda ish boshlashadi. Bismillahirrohmanirrohim. Ko'chaga chiqdim. Mana ko'chamizga chiqdim. Mana bu yerdagi gulim balandida ko'rgan edinglar. Yoppa turar edi. Buni kesib tashlabdi hojatda. Kimgadir xalaqit qilgan ekan. Ayta turpoq tosh chetida shuncha lopatalar bitta turibdi. Mana bu olmani qaranglar. Egilib qilib yotibdi. Mana bu olma. Mana bu gulim rosa ochildi. Bular xrizantemalar, atirgul, siren. Sirenim ochilganini ko'rsatganman sizlarga. Mana bu. Voy, tut pishibdi. Qaranglar. Qaranglar mana. Mana. Tut pishibdi. Bismillahirrohmanirrohim. Yetkizganiga shukr. Yetkizganiga shukr. Mana bu tepasida mazmun tolim. Mana bu tutmas. Bu tutdan ikkita edi, bittasini bog'lar sindirib yo'qotdi. Bitta qoldi. Bu atirgulim. Bular bari xrizantemalar. Mana bu sabachka gulim. Mana bu ham gullab yotibdi. Mana qo'ng'iroq gulim deyishadimi? Yupi deydimi, nima deydi? Mana hali dekorativniy uydagi gulim. Mana bular hammasi xrizantemalar. Oxirigacha. Mana bu ham dekorativniy. Bu ham dekorativniy. Bu yoqlar atirgullarim. Mana bu beryoza. Bu atirgul, gilos. Haligi nima edi? Palvina. Kichkinasi qoldi endi. Kesib yubordi kattasini. Kimnidir gapiga kirib. Mana. Hojatda ham ajoyib. Kesib yuboring, nima qilasiz? Mana uzumlarimiz. Mana. Palvina, u ham palvina. Bu ham palvina. Mana atirgul. Mana o'rtada palvinani kesib yuborgan katta gullayotganini yonboshidan bular chiqqan. Bu gilos. Bu hali nargis gullar ochilib tugadi. Bodom. Uzum.
Bu yoqda ham bodom, rosa qildi bodom. Ana Beryozani kichigi. Bu eshigimiz endi. Ko'chamiz. Bu ham gul. Bolalar tepalashibdi. Uyimizni turpoq to'lgizyapmiz. Mana bu yerda bu mana oshxona sifatida foydalanib turibmiz. Bu nimalar? Kartoshka, piyoz, idishlar, bular suvlar, biz suv toshib ichamiz. Bulardan o urug'lar. Bari urug'. Shunaqa kutmagan uyimiz bu. Uy solganmiz mana bu. Mana kutmagan uy. Bu mana bu yerga endi turpoq to'lg'izyapti-da. Hojatda. Shu yerga toshyapti. Shunday qilib mana yarmigacha shunchalik toshib qo'ydi. Mana. Buni shu qora qog'oz baravar tosh to'ldirish kerak. Endi bu yoqqa ham qora qog'oz qilib mana qora qog'ozlar olib qo'ydik. Turpoq to'lg'iziladi. Bu yoq ham ikki uy. Bu tagi u. Shunaqa. Shunda turpoq toshyapti-da. Shuning uchun hamma yo'q. Nimada turibdi tashqarida. Lapatalar ham, sapkavoylar hammasi. Bu yerda vaqtincha oshxona sifatida foydalanib turibmiz-da. Shuning uchun ham yo'q shunaqa. Aka bermaysizlar. Yerda o'tirib oling. Mana bu uzumlarimiz hammasi. Mana bu yoq, mana bu manzara salqin qiladigan nimadan ham chiqib qolibdi bu yerga. Sen ham keldingmi? Maysa, sen ham keldingmi? Mana paketlar olingan bo'yi turibdi. Bu yoqqa biror narsa ekmadik. Endi ekamiz. Shunaqa gaplar. Azizlar, qadrdonlar, aziz obunachilar, hammalaringiz sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana YouTube kanalida videoroliklar bilan suhbatlashishga Alloh nasib qilsin. Sog' bo'linglar, oilalar tinch bo'lsin. Yana suhbatlashishgacha omon bo'linglar. Allohga omonat bo'linglar. Shu bilan videorolikimizni tugatamiz.
yana gaplashguncha.